Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlarga juda muhim, shoshilinch xabar bilan murojaat qilmoqdaman. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, bu ma'lumot sizning kelajagingiz, moliyaviy barqarorligingiz uchun nihoyatda dolzarb. Iltimos, diqqat bilan eshiting va videoning bir soniyasini ham o'tkazib yubormang. Bu xabar barcha nafaqaxo'rlarni qamrab oladi va uni tushunish, harakat qilish mutlaqo zarur. Kanalimizga hoziroq obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing, toki bu muhim ma'lumot ko'proq insonga yetib borsin. Vaqtni yo'qotmaymiz, darhol mavzuga o'tamiz. Keling, avvalo vaziyat qanday bo'lganini va hozir nima o'zgarganini tushuntirib beray. An'anaviy tarzda mamlakatimizda nafaqalar hisob-kitobi asosan sizning mehnat daftarchangizga kiritilgan yozuvlar va ish beruvchilardan olingan ma'lumotlar asosida amalga oshirilgan. Ko'pchiligingiz eslasangiz kerak, ba'zan mehnat daftarchalarida xatolar bo'lardi. Yozuvlar aniq bo'lmasdi yoki hatto ba'zi davrlar uchun umuman ma'lumot bo'lmasdi. Ish beruvchilarning tashkilotlari tugatilgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni tasdiqlash yanada qiyinlashardi. Natijada ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa uzoq yillar mehnat stajiga ega bo'lganlar, o'zlarining real stajlaridan kamroq staj bilan nafaqa olishlariga duch kelishardi. Bu esa adolatsizlik edi. Chunki odamlar butun umr ishlagan bo'lsa-da, ularning mehnati to'liq baholanmasdi, moliyaviy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatardi. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Hukumatimiz tomonidan nafaqa tizimini raqamlashtirish va shaffofligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Asosiy maqsad har bir fuqaroning, ayniqsa nafaqaxo'rlarning mehnat stajini imkon qadar aniq va to'liq hisobga olish. Yangi tizimga ko'ra barcha mavjud mehnat staji ma'lumotlari, jumladan arxiv hujjatlari, soliq idoralaridan olingan ma'lumotlar va boshqa manbalardan olingan ma'lumotlar yagona elektron bazaga kiritilmoqda. Bu jarayon yakunlanayotgan bir paytda aniqlanmagan yoki kam hisoblangan mehnat stajiga ega bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun yagona va ehtimol so'nggi imkoniyat eshigi ochildi. Gap shundaki, agar sizning mehnat stajingizda uzilishlar mavjud bo'lsa yoki mehnat daftarchangizda ba'zi yillar uchun ma'lumotlar yetarli darajada aks etmagan bo'lsa yoki hatto ba'zi ish beruvchilarning tashkilotlari tugatilgani sababli stajingiz tasdiqlanmagan bo'lsa, hozirda uni qayta ko'rib chiqish va qo'shimcha hujjatlarni taqdim etish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu sizga nafaqangiz miqdorini sezilarli darajada oshirish imkonini berishi mumkin. Eng muhimi, bu imkoniyat cheklangan muddatga berilgan. Agar siz hozir harakat qilmasangiz, keyinchalik bu imkoniyatdan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuning uchun bu xabar shoshilinch deb atalmoqda. Har bir tafsilotni diqqat bilan o'rganing. Chunki bu sizning shaxsiy manfaatdorligingizga bevosita taalluqli. Xo'sh, nima qilish kerak, kim tashvishlanishi kerak va kim uchun bu ma'lumot shunchaki ma'lumot sifatida qolishi mumkin? Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchidan, kimga bu xabar eng ko'p taalluqli? Bu birinchi navbatda quyidagi toifadagi nafaqaxo'rlarga taalluqli. Birin, mehnat daftarchasi yo'qolgan yoki shikastlangan bo'lsa, ba'zan hayotda kutilmagan vaziyatlar yuzaga keladi. Hujjatlar yo'qoladi, yonib ketadi yoki suv tegib yaroqsiz holga keladi. Agar sizning mehnat daftarchangizda shu kabi muammolar bo'lsa, demak siz diqqat bilan tinglashingiz kerak. 2. Mehnat daftarchasidagi yozuvlarda xatoliklar, noaniqliklar mavjud bo'lsa, familiyangiz, ismingiz noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Ishga qabul qilingan yoki ishdan bo'shatilgan sani noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Ish beruvchining nomi noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Har qanday kichik xatolik ham stajni hisoblashda muammo tug'dirishi mumkin. 3. Ba'zi ish beruvchilarning tashkilotlari tugatilgan bo'lsa va ulardan ma'lumot olish imkoni bo'lmasa. Bu juda keng tarqalgan muammo. Masalan, Sovet davrida ishlagan ko'plab zavod va fabrikalar, kolxoz va sovxozlar hozirda mavjud emas. Ularning arxivlari ham yo'qolgan bo'lishi mumkin. Agar siz shu kabi tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz va bu davr uchun stajingiz tasdiqlanmagan bo'lsa, bu sizga taalluqli. 4. Qo'shimcha mehnat staji mavjud bo'lsa, lekin u mehnat daftarchasida aks etmagan bo'lsa, bu ko'pincha, masalan, harbiy xizmat davri, oliy o'quv yurtida o'qish davri, ayollarning bolani parvarishlash ta'tildagi davrlarida yuzaga keladi. Ba'zan bu davrlar noto'g'ri hisobga olinadi yoki umuman hisobga olinmaydi. 5. Norasmiy sektorda ishlagan bo'lsangiz, ba'zi nafaqaxo'rlar, masalan, dehqon xo'jaliklarida, xususiy korxonalarda, hattoki ba'zan uy sharoitida norasmiy ravishda ishlaganlar. Bu davr uchun soliq va ijtimoiy to'lovlar to'lanmagan bo'lishi mumkin, ammo mehnat faoliyati bo'lgan.
bu holatda ham stajni tasdiqlash imkoniyati mavjud. 6. Xorijda ishlagan bo'lsangiz, agarda siz xorijda rasmiy tarzda ishlagan bo'lsangiz va o'sha mamlakatlarda tegishli soliq va ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsangiz, bu stajni ham e'tirof etish imkoniyatlari mavjud. Bu biroz murakkabroq jarayon, lekin baribir muhim. Endi ba'zi aniq misollarga o'tamiz. Bu sizga vaziyatni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Misol bir Oysha buvi va uning yo'qolgan daftarchasi. Oysha buvi 1907-yilda tug'ilgan. 1960-yildan 2005-yilgacha uzluksiz kolxozda ishlagan. Uning nafaqasi 2005-yildan beri hisoblanadi. Ammo 2010-yilda uning uyida yong'in sodir bo'lgan va barcha hujjatlar, jumladan mehnat daftarchasi ham yonib ketgan. Oysha bu nafaqa hisoblaganda eski ma'lumotlar bo'yicha nafaqa olgan. Endi yangi tizim joriy etilishi bilan Oysha buvi o'zining 37 yillik stajini qayta tiklash imkoniyatiga ega bo'ldi. U kolxoz davridagi arxivlardan ma'lumotnoma olib, mahalla fuqarolar yig'inidan guvohlar tavsiyasini olib, nafaqa fondiga murojaat qildi. Natijada uning nafaqasi har oyda 200 ming so'mga oshdi. Bir yil ichida bu 2400 ming so'm degani. Bu juda katta mablag', ayniqsa nafaqaxo'rlar uchun. Misol 2 Ahmad Bobova tugatilgan korxona. Ahmad Bobo 1960-yilda tug'ilgan. 1960-yildan 1995-yilgacha katta bir zavodda ishlagan. Keyin zavod tugatilib, uning o'rniga boshqa bir necha kichik korxonalar tashkil etilgan. Ahmad Boboning mehnat daftarchasida zavoddagi ishi qayd etilgan. Ammo zavod tugatilgani sababli nafaqa tayinlashda bu davr to'liq hisobga olinmagan. Uning stajidan 15 yil tushib qolgan. Yangi imkoniyatlar paydo bo'lishi bilan Ahmad Bobo viloyat arxiviga murojaat qildi va u yerdan zavodning arxiv hujjatlarini topdi. Uning maoshlari va ishlagan davri haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotnomani olib, nafaqa fondiga taqdim etdi. Natijada uning nafaqasi har oyda 3 ming so'mga ko'paydi. Bu ham juda sezilarli o'zgarish. Misol 3. Gulnora opa va uning qo'shimcha staji. Gulnora opa o'qituvchi bo'lib ishlagan, lekin institutda o'qigan 5 yillik davri uning nafaqa stajida to'liq aks etmagan. Uning mehnat daftarchasida faqat ishga kirgan sanadan boshlab yozuvlar bo'lgan. O'qish davri qonun bo'yicha stajga qo'shilishi kerak edi, ammo bu e'tibordan chetda qolgan. Gulnora opa institut diplomini va arxidan o'qiganligi haqidagi ma'lumotnomani taqdim etib, bu 5 yilni ham o'z stajiga qo'shishga muvaffaq bo'ldi. Bu uning nafaqasini har oyda 180 ming so'mga oshirdi. Xulosa qilib aytganda, agar siz yuqorida sanab o'tilgan toifalarga kirsangiz, bu siz uchun o'z nafaqangizni qayta ko'rib chiqish va adolatli miqdorga erishish uchun noyob imkoniyat. Kim tashvishlanishi shart emas degan savolga javob beradigan bo'lsak, agar sizning mehnat stajingiz to'liq va aniq hujjatlashtirilgan bo'lsa, ya'ni mehnat daftarchangizda hech qanday xatoliklar yoki uzilishlar bo'lmasa, barcha ish joylaringiz aniq ko'rsatilgan bo'lsa va bu ma'lumotlar elektron bazada ham mavjud bo'lsa, sizning holatingizda hozircha qo'shimcha harakatlar talab qilinmasligi mumkin. Biroq har bir holat individual ekanligini yodda tuting. Shubhali bo'lsangiz, keyingi qadamlarni bajarishni tavsiya qilaman. Endi esa bu jarayonda duch kelishingiz mumkin bo'lgan ba'zi istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Axir har bir qoida o'z istisnosiga ega. Har bir imkoniyatning esa o'ziga yarasha murakkabliklari bo'ladi. Birinchidan muddat. Bu eng muhim nozik jihat. Hukumat tomonidan berilgan bu imkoniyat cheklangan muddatga ega. Ya'ni siz ma'lum bir muddat ichida o'z hujjatlaringizni to'g'rilashingiz yoki qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishingiz kerak bo'ladi. Agar bu muddatni o'tkazib yuborsangiz, keyinchalik bu imkoniyatdan foydalana olmasligingiz ehtimoli juda yuqori. Shuning uchun tezlik va e'tibor juda muhim. Aniqlangan sanani aniq bilish uchun nafaqa jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish yoki rasmiy veb saytlarini kuzatib borish shart. Ikkinchidan, arxiv ma'lumotlarini topishdagi qiyinchiliklar. Ba'zi tashkilotlar tugatilgan bo'lsa, ularning arxivlari boshqa tashkilotlarga o'tkazilgan bo'lishi mumkin yoki hatto umuman yo'qolgan bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda arxiv ma'lumotlarini topish va ularni olish ancha qiyin kechadi. Ammo bu umidsizlikka tushish uchun sabab emas. Viloyat arxiv idoralariga, shahar arxivlariga, hatto tarixiy arxivlarga ham murojaat qilishdan erinmang. Ba'zan mahalliy hokimiyat organlarida ham eski hujjatlar saqlanib qolgan bo'ladi. Har qanday ma'lumotnoma, buyruq nusxasi ish haqi to'g'risidagi
ma'lumotnomalar sizning ishingizni yengillashtiradi. Uchinchidan, guvohlarning ko'rsatmasi. Agar yozma hujjatlar umuman topilmasa, qonun bo'yicha ba'zi hollarda 2 yoki undan ortiq guvohlarning ko'rsatmasi ham mehnat stajini tasdiqlash uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham o'ziga xos talablar bor. Guvohlar siz bilan bir davrda bir tashkilotda ishlagan bo'lishlari, sizning mehnat faoliyatingizni tasdiqlay oladigan darajada yaqin munosabatda bo'lishlari kerak. Bu ko'rsatmalar nafaqa jamg'armasi mutaxassislari tomonidan sinchkovlik bilan tekshiriladi va notarius tomonidan tasdiqlanishi talab etilishi mumkin. Shuning uchun guvohlarni tanlashda va ularning ko'rsatmalarini olishda juda ehtiyot bo'ling. 4-dan norasmiy mehnat staji. Yuqorida aytib o'tganimizdek, norasmiy sektorda ishlagan davrlarni tasdiqlash ham mumkin. Masalan, dehqon xo'jaliklarda ishlaganlar uchun hokimiyatdan ma'lumotnoma, dehqon xo'jaligi a'zolari ro'yxatidan ko'chirma yoki guvohlarning ko'rsatmasi asos bo'lishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor sizning mehnat faoliyatingiz haqqoniy bo'lganligi va buning uchun isbot mavjudligidadir. Barcha holatlarda rasmiy hujjatlarni taqdim etish eng afzal variantdir. 5-dan xorijdagi mehnat staji. Agar siz xorijda ishlagan bo'lsangiz, u davrni tasdiqlash uchun o'sha davlatning ijtimoiy ta'minot idoralaridan ma'lumotnomalar olishingiz kerak bo'ladi. Odatda bu davr uchun to'langan soliq va ijtimoiy to'lovlar haqidagi ma'lumotlar talab etiladi. Bu jarayon konsulliklar yoki elchixonalar orqali amalga oshirilishi mumkin va ancha vaqt talab qilishi mumkin. Bu masalada nafaqa jamg'armasining xalqaro bo'limlari yoki tashqi mehnat migratsiyasi agentligi bilan maslahatlashish foydadan xoli bo'lmaydi. 6-dan hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishi. Har bir taqdim etilayotgan hujjat, hatto eng kichik ma'lumotnoma ham tegishli muhr va imzolar bilan rasmiylashtirilgan bo'lishi shart. Agar hujjatda biror xatolik bo'lsa, u qabul qilinmasligi mumkin va sizga uni qayta rasmiylashtirish uchun vaqt beriladi. Bu esa qimmatli vaqtni yo'qotishga olib keladi. Shuning uchun hujjatlarni tayyorlashda g'oyat e'tiborli bo'ling. Har bir xatni, har bir raqamni 2 marta tekshiring. 7-dan ba'zi soxta yordamchilarga ehtiyot bo'ling. Afsuski, har qanday yangi imkoniyat paydo bo'lganda bundan foydalanib qolishni istaydigan shaxslar ham topiladi. Sizga qisqa muddatda garantiyalangan natija yoki tezkor hal etishni va'da qilib, katta pul so'rashlari mumkin. Bunday takliflarga aslo ishonmang. Barcha jarayonlar rasmiy idoralar orqali amalga oshirilishi kerak. Nafaqa jamg'armasi yoki boshqa davlat idoralari o'z xizmatlari uchun noqonuniy to'lov talab qilmaydi. Agar shubha tug'ilsa, darhol huquq tartibot organlariga yoki tegishli davlat idoralarining ishonch telefonlariga murojaat qiling. O'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlardan himoya qiling. Bu nozik jihatlarni bilish sizga jarayonda to'g'ri harakat qilishga va kutilmagan qiyinchiliklarga tayyor bo'lishga yordam beradi. Unutmang, nafaqa masalasi juda shaxsiy va mas'uliyatli ishdir. Har bir qadamni o'ylab, tadbirkorlik bilan qo'yish kerak. Azizlarim, endi amaliy qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Har bir qadamni diqqat bilan yodda tuting va imkon bo'lsa yozib oling. 1-qadam. O'z mehnat daftarchangizni va boshqa hujjatlaringizni sinchiklab ko'rib chiqing. Bu eng boshlanish nuqtasi. Sizning mehnat daftarchangizda barcha ish joylaringiz ishga qabul qilingan va ishdan bo'shatilgan sanalar. Buyruq raqamlari aniq ko'rsatilganmi? Familiya, ism, otangizning ismi to'g'ri yozilganmi? Umuman olganda mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvni diqqat bilan tekshiring. Har bir satrni, har bir tamg'ani, har bir imzoning aniq va o'qilishi mumkin ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar u yerda biron bir uzilish, noaniqlik yoki xatolik bo'lsa, masalan, yozuvlar ustidan o'chirilgan joylar bo'lsa, sanalar nomuvofiq bo'lsa, ularni aniqlab belgilab oling. Shuningdek, oliy ta'lim diplomlari, kollej yoki kasb-hunar maktablari diplomlari, harbiy bilet, ayollarning bolalarining tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, farzand parvarish ta'tilida bo'lganlikni tasdiqlovchi hujjatlar, turmush qurganlik haqidagi guvohnoma kabi boshqa stajga taalluqli bo'lishi mumkin bo'lgan barcha hujjatlarni ham ko'rib chiqing. Bu hujjatlar sizning stajingizni tasdiqlash uchun muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning asl nusxasi va kamida 2 nusxasini tayyorlab qo'ying. 2-qadam, aniqlangan kamchiliklar bo'yicha hujjatlarni yig'ishni boshlang. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun tezroq boshlash tavsiya etiladi. 1. Agar mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa yoki shikastlangan bo'lsa, siz
avvalo eski ish joylaringizdan arxiv ma'lumotnomalarini olishga harakat qiling. Bu birinchi navbatda. Korxonaning kadrlar bo'limidan yoki moliyaviy bo'limidan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar bo'lishi mumkin. Agar korxona tugatilgan yoki boshqa tashkilotga birlashgan bo'lsa, uning huquqiy vorisi yoki viloyat shahar arxivlariga murojaat qiling. U yerda sizning shaxsiy ish jildingiz, ish haqi qaydnomalari, buyruqlar, kitobi nusxalari saqlangan bo'lishi mumkin. So'rovnomani to'g'ri rasmiylashtiring va aniq muddatlarni ko'rsating. 2. Agar mehnat daftarchasidagi yozuvlarda xatoliklar bo'lsa, ish beruvchidan agar korxona hali mavjud bo'lsa, xatolikni tuzatish bo'yicha ma'lumotnoma yoki tegishli buyruq nusxasini oling. Bu masalan, familiya noto'g'ri yozilgan bo'lsa, pasport ma'lumotlari bilan solishtirib, rasmiy tuzatish amalga oshirilishi kerakligini anglatadi. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivlardan tegishli hujjatlarni topishga harakat qiling. 30. Tugatilgan korxonalardagi stajni tasdiqlash uchun viloyat yoki shahar arxivlaridan ma'lumotlar qidiring. Ularda tugatilgan korxonalarning hujjatlari saqlanishi kerak. Ba'zan mahalliy hokimiyat organlarida ham ma'lumotlar saqlanib qolishi mumkin. Agar hech qanday yozma hujjat topilmasa, guvohlarning ko'rsatmasini notarius orqali rasmiylashtirish imkoniyatini ko'rib chiqing. Guvohlar siz bilan bir davrda bir tashkilotda ishlagan va sizning mehnat faoliyatingizni tasdiqlay oladigan darajada bilgan shaxslar bo'lishi shart. 4. Qo'shimcha staj uchun, masalan, o'qish, harbiy xizmat, bola parvarishi. Oliy ta'lim diplomlari va ilovalari, harbiy bilet, uning barcha sayfalari nusxasi, bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, turmush qurganlik haqidagi guvohnoma kabi hujjatlarning asl nusxalari va kamida 2 nusxasini tayyorlang. O'qish davrini tasdiqlash uchun diplom yetarli bo'lmasa, o'quv yurtining arxividan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Harbiy xizmat muddati harbiy biletda aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ayollarning bola parvarishi davri uchun bolaning tug'ilganlik guvohnomasi va ehtimol ish joyidan buyruq nusxasi talab etiladi. 3-qadam. Nafaqa jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qiling. Barcha yig'ilgan hujjatlaringiz bilan yashash joyingizdagi nafaqa jamg'armasining bo'limiga boring. U yerda mutaxassislarga vaziyatingizni tushuntiring. Qaysi davrlar uchun stajingiz tasdiqlanmaganini yoki noto'g'ri hisoblanganini ayting. Ular sizga qanday qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkinligi va qaysi shaklida rasmiylashtirilishi kerakligi haqida aniq maslahatlar berishadi. Bu maslahatlarni yozib oling va tushunmagan joylaringizni so'rab aniqlashtiring. Davlat xizmatlari markazlari orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjudligini esdan chiqarmang. U yerda ham yordam beriladi. 4-qadam, arizani to'g'ri yozing. Nafaqa jamg'armasi xodimiga nafaqangizni qayta hisoblab chiqish yoki qo'shimcha stajni inobatga olish haqida yozma ariza taqdim eting. Arizada o'z ismingiz, familiyangiz, otangizning ismi, pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz, aloqa telefon raqamingizni aniq ko'rsating. Shuningdek, qaysi davrlar uchun stajni qayta ko'rib chiqishni so'rayotganingizni va bunga qaysi hujjatlar asos bo'layotganini aniq lo'nda qilib yozing. Taqdim etayotgan barcha hujjatlar ro'yxatini arizaga ilova qiling. Arizangizning 2-nusxasini qabul qilinganligi haqidagi belgi va sana bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu sizning murojaatingiz tasdiqlanganligini isbotlovchi muhim hujjatdir. 5-qadam, kutish va kuzatish. Arizangiz qabul qilingandan so'ng nafaqa jamg'armasi mutaxassislari sizning ishingizni ko'rib chiqishadi. Bu jarayon ma'lum vaqt, odatda 10 kundan 30 kungacha talab qilishi mumkin. Agar qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, ular siz bilan bog'lanishadi. Jarayonning borishini kuzatib boring, kerak bo'lsa, nafaqa jamg'armasining qabul kunlarida shaxsan murojaat qilib, ishingiz holati haqida so'rang. Rasmiy javobni kutishdan oldin barcha so'rovlarga javob berishga, qo'shimcha hujjatlarni topishga tayyor turing. Ba'zan sizdan ba'zi ma'lumotlarni qayta tekshirishni so'rashlari mumkin. 6-qadam, qayta hisob-kitob natijasi. Agar sizning stajingiz tasdiqlansa va nafaqangiz qayta hisoblansa, sizga yozma ravishda xabar beriladi. Yangi nafaqa miqdori va u qaysi sanadan boshlab amal qilishi ko'rsatiladi. Bu qanday qilib hisoblanganini so'rab tushuntirish olishga haqlisiz. Agar sizning murojaatingiz rad etilsa, rad etish sabablari aniq ko'rsatilgan yozma javob talab qiling. Bu rad etish sabablarini tushunish va agar imkon bo'lsa, kamchiliklarni bartaraf etish, masalan qo'shimcha hujjatlar topish yoki boshqa guvohlarni jalb qilish uchun muhimdir. Rad javobiga rozi bo'lmasangiz,
yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki sudga murojaat qilish huquqingiz borligini unutmang. Bu jarayon biroz vaqt va sabr talab qilishi mumkin. Lekin natija sizning kelajagingiz uchun, moliyaviy ahvolingizni yaxshilash uchun juda muhim. Shuning uchun erinmang, harakat qiling. Bu sizning qonuniy haqqingiz. Demak, aziz nafaqaxo'rlar va ularning yaqinlari, bugungi shoshilinch xabarimiz sizning nafaqangizni qayta ko'rib chiqish, yo'qolgan stajingizni tiklash va adolatli nafaqaga erishish uchun noyob imkoniyat haqida bo'ldi. Bu imkoniyatdan foydalaning. Chunki vaqt cheklangan. Barcha hujjatlaringizni sinchiklab ko'rib chiqing. Zarur bo'lsa, nafaqa jamg'armasiga murojaat qiling va o'z haqqingizni talab qiling. O'z huquqlaringizni biling va ulardan foydalanishdan qo'rqmang. Ushbu videoni boshqa nafaqaxo'r do'stlaringiz va yaqinlaringiz bilan ulashing. Zero bu ma'lumot ular uchun ham hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni unutmang va albatta kanalimizga obuna bo'ling, toki bizning keyingi muhim xabarlarimizni o'tkazib yubormang. Eng muhimi, o'z fikrlaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Chunki sizning har bir savolingiz boshqalar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat va o'zingizni asrang.